Xullas, tanka yana azoblash reaksiyasini o'ylab topdilar yangisini. Qanaqa desanglar? Yeah boy. Agar homiladorlar ekrandan qochib turasizlar. Ko'rib qolishlarini. Qishda boboda ko'rib qolsanglar bizani kechiringlar. Xullas, mana birinchi marta ko'rishim bizda vodiyda g'o'ra deydi. Toshkentda do'chi. Xullas bugun kim nechta kulsa o'shancha do'chani yeb berish kerak. Faqat mazza qilib yeyilmaydi. Tuzni ortig'idan oshiqcha sepamiz. Limon bo'ladi, kizli bo'ladi. Necha marta kulgan bo'lsa shuncha do'chani yeymiz. Xullas. Videoning oxiridami yoki har video ko'rganda? Prям oxirida. Da. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek Ixa hamda Shahzod aka o'tgan safar esinglarda bo'lsa boshqacha qilamiz keyingi выпускda degandilar. Ko'pchilik so'radi kommentda va bilaman aniq ko'rib o'sha so'linglar oqib ketdi. Ustiga tuz sepilgan limon va do'cha. Nodir shu yerda. Nodir bizani necha marta kulganimizni telefoniga yozib o'tiradi va oxirida necha marta kulgan bo'lsa, o'shancha do'chani yeyishimiz kerak bo'ladi. Bitta limon bonusiga ham yeb berishimiz kerak. Aytgancha yana o'sha mavzuga qaytamiz. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni juda ham ko'p ekan. Xullas, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin jon akalar. Like bosish esingizdan chiqmasin. Kommentni har gal yirtib yuborsizlar. Bu gal ham yana bir marta so'rayman sizlardan, iltimos kommentni yorib beringlar. Nuqta bo'lsa ham yozib qo'yinglar, lekin men juda xursand bo'laman. Iqani kommentlariga kirib o'qib, tank aytgani uchun yozyapmiz kommentlarni deganingiz uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Qo'lingga nima qilgan? Gapirgunizcha biron-nima qilib chalg'itib turay odamlar deb. Masa chiqib ketishmasin, chiqib gapiramiz. Chiqib ketishmaydi. Nima voy, ketdi. Shahzod aka uchun bitta komment. Texnik time out. Mana kadr ortida hozir Ixa million UC sotib oldi. Agar kimgaki tezkor ishonchli arzon yusinglar kerak bo'lsa, Ixa yusiga murojaat qilaverasizlar. Zapis qilganda ham xizmatda turibmiz. Agar qanaqa muammolar bo'lsa, o'zim eshitaman. Tankani yuzlaridan bekitib, hozir mana reklamani qo'yib qo'yganman. Ishda. Basta tanki bo'lishi mumkin ekan. Da. Yaxla. Добрый день, что желаете? Yaxshi qiz noqulay vaziyatga solib qo'ydingiz bizni. O'zbekcha gapira olasizmi? Tushunmayapman sizni. Men kurscha gapirishni yaxshi bilaman o'zim, lekin shu yerda yashayapsanmi? O'zbekcha gapirda qizim. Ладно, заказывайте, я узбекча понимаю. Говорите по-узбекски, ваш заказ принимаю. Mayli bo'lmasa menga bir finjon qahva bering. Финджон кахва это что? Bilaman dedingiz-ku, taxla bering. Taxla bering. O'zbek tilini bilaman deysiz-ku, bilmaysiz yumalog'im. Буталогым это что? Bu tuyani bolasi. Bo'tala o'zbekcha gapirish uchun til bilish kerak onasi. Menga o'zbekcha gapiradigan xodimingizni chaqiring. Siz bo'lsa tilni o'rganib, so'ng o'zbekcha gapiring. Eshitaman sizni mijoz, nima problema bor? Problema emas, muammo. Mijoz finjon qahva so'rayapti. Finjon это nima edi? Siz xodim bilishingiz kerak. Men mijozman, so'ragan narsamni berishingiz kerak. Ana qo'lingda mato, tarjima qil, o'rgan bil. Yashab turgan yurtingni o'z tilini hurmat qil. Chota oxirgi moment ko'p tema bo'ldi mana shu. Lekin bitta narsa aytib o'tiraman, do'koningizda o'zbekcha gapirishadi. Polniy, fulla. Rus bolalari bo'lsa ham, по-любому o'zbekcha. Assalomu alaykum. Sizga kompyuter kerakmi deydi. Молодцы, молодцы. Unda dash yexla. Da. Voy, izdan chiqib qoldi. Pulam. Yexla. Uyi shunaqa sog'inib ketdim-da. Mushugim yaxshimi, mushugim? Mushugimmi? Mushugim o'lib qoldi. Ada, shuni sal yumshoqroq qilib aytsangiz bo'ladi-ku, unaqa bitta aytmasdan. Mushugim o'lib qoldi. Yo'q, unaqa emas, ada. Misol uchun bir kun tomda o'ynab yugurib yuribdi deng, ikkinchi kun yiqilib tushdi deng, uchinchi kun o'lib qoldi desangiz, sal normalniroq eshitilardi. Ada, bittada unaqa o'ldi demasdan. Bo'pti, uydagi buvijonim yaxshilami? Buvijoning tomda o'ynab yuribdilar. Uyi shunaqa sog'inib ketdim, ada. Mushugim Bu joning Tomda o'ynab. O to'g'ri. Yag'ri yumir sardor. Chorniy yumir. Sardorga respekt lekin. Zo'rladi. Voy. Kulaylik. eski akam aka? Aha. Ketdi aka. Voy. Ay, o'tkazozur. Voy. Spoiler olib ketdi. Aka anjanli ekanlar. Nimaga meni kuldirdingiz hozir? Bari kuldirdim-a. Anaqa
O'sha. O'sha. Cho'yni ichirgan jo'natib yuborlaydi. Ko'rganmiz? No one. Men chaqirish qanaqasi marketing bu ham. Xolaga nima boryapti marketingga? Xola qarang. Voh. Ma'qul bari. Voy xoramlar. Voh xoramlar. Voh xoramlar. Bitta morojniy uchun shuncha. Manga. Oh! Yig'ada turibdi. Voy, o'tib ketdimmi o'zi? Yaxshi qiz. Men sizni ustingizdan arz qilmoqchiman. Nimaga? Chunki yuragim o'g'lab qo'ydingiz-da. Yo'q qil raqibni, yo'q, raqib yo'q, tamom, yo'q. Bu akani undan rus aka bor, xuddi shunaqa qilib oxirida bunaqa qiladi. Biz ham birga bir qo'shiqda xuddi mana shu qo'shiqda. Ko'rmaganmiz? Yo'q. Rossiyada xuddi shunaqada. Endi o'yi uzoqdan olib turgan bilinib turadi-da, что degan odamga biroda anaqa unaqa qila olmaysiz baribir. Da, shunaqa deb tankani kuldirib turmasam, qulab qoladilar. Black bu Rossiyada yashash va ishlash uchun qulay T-Bank kartasi bo'lib, undan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlarning milliy valyutasida siz komissiyasiz pul o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Agar 30-aprelgacha tavsifdagi havola orqali siz kartani rasmiylashtirsangiz, undan 1 yil siz mutlaqo bepulga foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Eng zo'r taraflaridan uni chet el raqamiga hech qanday Rossiya fuqaroligisiz va Rossiya sim kartasiz rasmiylashtirishingiz mumkin. Shunchaki ariza qoldirasiz va Rossiyani sizga qulay bo'lgan manzilga o'zlari yetkazib berishadi. Bu kartani yana boshqa juda ham ko'p afzalliklari bor. Boshqa kartalardan yoki naqd pul bilan hisobni bepulga to'ldirish. Shu bilan birga ish haqqini to'g'ridan-to'g'ri ushbu kartaga qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana eng zo'r tomonlarini umuman hech qanday komissiyasiz siz naqd pulni ham yechib olsangiz bo'ladi. Pro obunachi bilan chet elliklarga juda ham ko'p yana foydali xizmatlar taqdim etiladi. Pro obunachi bilan jamg'arma hisobingiz yoki omonatingiz bo'yicha yuqori foizlar olib, tezroq pul yig'ishingizga ham yordam beradi. Bankning sayohatlar bo'limidan agar chiptalar olsangiz sizga 4% cashback ham qilib berishadi. Tavsifdagi havola orqali 30-aprelgacha 1 yil davomida sizga mutlaqo tekinga xizmat ko'rsatiladigan kartani rasmiylashtiring. Bitta narsani esdan chiqarmanglar, T-Bank bu Rossiyada yashash va ishlamoqchi bo'lganlar uchun. 30-aprelgacha ulgurib qolinglar. Hammaga rahmat. Mission knows this person will never know what happened to him. Siz bilanmidik? Balon chiqib ketganda? Перевалdan. Ha. Voh! Astagfirullah, Perivalda ketayotgandik. Перевалda anaqa spusk joyda biz tepaga ketyapmiz, o'rtaga spuskda. Men qarab balon ketyapti. Voh, bitta Kamazning baloni chiqib ketdi. Ketayotgan balonni qarang deydi menga. Balonni o'zi shunaqa tez ketyapti-da, chittadan yursa aka turibdi bunday. Hayotda yetib bo'lmayapti endi u balonga bor. Balon turibdi qayda? Taksi chaqirib aka olib kelish kerak. U malaka kimdir mashinasi orqasiga urgan bo'lsa kerak-a. Devolgan. Bardurga хотя бы tral to'xtaganda. Yomon ketayotdi. Yomon bo'ldi. Nimaga bu odam hech qachon nima bo'lganini bila olmaydi-da. Urib oqsekin yana balonlarchiga turib oldi. Qayerdan keldi o'zi? Bu ham yo'ldan kelibdi-da, shunga. Perevaldagi balon bo'lsa kerak. Ha, bu o'zi ham bir Xitoyga, Amerikaga o'tib ketdi. Aka shu bilan. Quiero que lo grabes y lo subes para que metiéndole letras con toditos los honores. Aquí no encontramos al papá de los amores. Oye a los parceros, esto es criminal. Assalomu alaykum. Kech kirganda bizni taqillan. Xafa bo'lmaysiz opajon, hayotingiz shunaqa, ba'zan siqilamiz, ba'zan yig'laymiz ko'chada. Opa nima qiladi? Yo, dashit tiltga tiqib. Astagfirullah. Oh no. Oh no.
Voy, блин. Когда ты думал, что скоро выпуск, а к тебе в палату заходит человек и говорит, какой ты смелый и сильный. Итак, manda yana Yana tushmadingiz. Bu menmi mana yana tushunmadim. To'g'ri. Anaqa tuzalib bo'lmay turgan kasallar, bolalarni oldiga chilayotgan bir nimalar. Ana Pirati Karibskiy mo'ri kelgan rak bilan kasallarning oldiga voy. Shunga aytayapti-da. Skoro выпуск. Sani yaqinda chiqaradi deb o'ylayapsan, lekin sen oldinga o'rgamchi odam bilan kelib O'zbekchasini ham tushuntirib bering endi bir xillarga tushuntirgan. tushunishdi aka. Siz tushundingiz degani hamma tushundi. Aman TikTok o'ynayman. Oo, 3 ta poyez bor ekan. Oo, nakavtdan bo'lyapsiz hozir. Voy o'la aka, yomon o'ylardik. Bitta qozoq baylar o'ynagan mana shunda ko'rdim men bittasida. Lekin u shunaqa o'ynab qo'ygan TikTokka ana ommaqalardan qilib borib, voy. U faqat qulog'i singanini ko'rsatadi. Unda orqaga o'girilsa Quloq singan bo'ladimi? Da. Hazmimiz Yerimda uyda bizni to'yimiz kunidagi emotsiyasi. Men buni tushunaman. Jizadi. Как будто uni guruh ustida turgandek turishibdi. Voy. 8-6 soatda yig'i oldinda ketyapti ular. Men har doim oldindan. I could drop ties in this bitch. Ko'zini ochmayapti bu. U qo'shiq aytib uchirmoqchimidi? Nima bo'lganini tushunmayapti. To'g'ri yo'q. Tuxum qo'yib bo'ldi o'zi zalatoy tuxum. Ya, apain. Zo'r yiqilar ekan lekin har qalay. Tuxum qo'yib yubordi. Zo'r tuxummas ekan u. Voy! Tuxum oq bo'ladi. Endi zalatoy tuxum bo'lishi mumkin. Qora, nima jigaret tuxum ko'rma. Yigit faqat o'shani oq tuxumlarni yeganda, oq tuxum, oq anaqa, oq suya deydimi, nima deydi? Shunaqa bo'ladimi aka? Ha? O jigaret tuxum. Olib kel jigaret tuxumimizni bitta. Olib kel. Yo'q, bunaqa emas, bilaman aka. Uyimizdan tovuq boqqanman. Endi bu to'mlirog'idir-da, yoptida qolgan. Odamlar ham qorasi bo'ladi. Bitta surat bering. Bitta surat bilan o'tmishdagi xatosini eslatolmaysiz. O'ynaganman demay faqat. Yo'q, lekin eshitganman, anaqa qilganman, bilganman nima bo'lganini. Voy. Qancha odamlarning yuragida anaqalar kechasi bilan Крипто, много крипто, биткоин, альткоин, хуйкоин. Gap qani rostdan bitta surat bilan o'tmishdagi xatoni eslatolmaysan. Voy. ikkinchi chiqqanda hamma taps qilgan lekin siz bermagan. Ha, birinchisida hech kim ishonmagan. Birinchisida jackpotni olishgan. Ha, notcoin'da urishgan, prям zo'r ishlashgan. Ikkinchisida ham xuddi shunaqa bo'ladi deb o'ylab, sutkilab xulashmagan, boshqa qilishmagan. Xulasam pulim yo'qoladi deb. Oxirida shu o'rinda men ham deb shunday kesib ketgan. Mencha kechasi bilan mas'ul, lekin ancha qiziqib o'ynagandim. Bilasizmi, necha soat o'ynadik? Oh my god. Bu o'tmish ko'pchilikka. Неважно, что у тебя под капотом. Matizga qarab. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное – это то, кто сидит за рулем. Yaxshi, motori chiqib ketmadi. Hattoki mana sirri ham bekitib qo'ysanglar bo'ladi, mana. Shunday bekitasizlar bo'ldi. Tunda shunday moliyalar bekitib qo'ysanglar bo'ladi, mana ko'rinmaydi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, video oxirigacha ko'ringlar-da, sigirni o'pishim bekitib qo'yamiz mana shu yerda. Uylarda moliyalar ko'p bo'lsa, bemalol mana shundan yashirib qo'ysanglar bo'ladi, oyog'idan boshigacha. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, narxini aytaman-ki, qayerdan olishni aytaman. Videoni oxirigacha Hozirda Harry Potter qanday olganini endi tushundim. Bunda hech aqlim yetmagan ekan yoshlikda ko'rganimda. Bunaqa nidimka plashi bor. Oddiy xromaga kiyib olgan ekan. Zeleniy anaqani. Endi o'ta qoraligini ham ko'rsatgan.
Bu shampun soch to'kilishiga qarshi ekan. Soch to'kilishiga men ham qarshiman. Tanka ham qarshilar. Ha, No, shuni nima qila olmayman. yo'q, men nima ekstra olamanmi? Sen ham mening yoshimga yetarsan. Amin desam. Ultra esimga tushyapti nimaga? O'tirardi. Tushunmayapman. Aniq bilaman jigarlar kommentga kiringlardi. Zakrep deb ultra yozib qo'ygan bo'lar bir nima qitmirga. Men xo'rlayvermang, meni ham bolim bor deb. Espérate, baby. I know it's fake. Ven acá. Gapi. Eng qiyin ishdan aka qildilar. Qiyalib ketdilar o'zim sakr. Aka chet elliklar ham bilib qoldi, o'zbeklarda aktiv kuchligini. Prasмотр tushib qolsa ham o'zbekcha bir nima qiladi. Qarang, 212 mingta like. We're really recording the video on some Metaglass. To'yda anaqa Ochkida Metaglass ochki, ya'ni videoga oladigan ochkida to'yiga oyoq. Normalni chiqib beradi lekin qarab turing. Ay, yo'q. Shoning. Ya, bu aka. Nodir o'zing ham etding. Yo'q, mana bu burlar qarang orqasidagi. Ha, uni endi o'zi keyin anaqada qilgan. Ya, bu Premierda qilgan, Photoshopda qilgan nima. Unda aka, stringga mana bunaqa kamera emas, shu ochkingizni qo'yib qo'yib ular qo'ysa uni. Mana shu yerda nima noto'g'ri bu yerda? Metaglass faqatgina vertikalni oladi. Bu bunaqa shunday olgan, shuning uchun nodir sirasi yo'q edi. Men kadrni ko'rib etdi. Kadr sochli. Bunaqa ololmaydi. Mana talant vlogimda o'sha ochkida olingan videolar bor. Zo'r. Yo'q, bunaqa ololmaydi. Oladimi? Tanka nima desam deb ko'raman. Qaramay turing-da. Tanka oladi. Oxirida men sizga bitta video jo'natib yuboraman. Mana shu metada olinyapti, qarang sochliligini deb. Mana shu videoga qo'yib yuborasiz, ko'rishsin. Oxirida videoning oxirida bo'ladi o'sha kadr. Tekshiramiz. No, не знаю. Серьезно. Думаешь. Очки. Часы. Bu xola aytib turibdi nimani ko'rsatishdi. Влево. Yozib. Вправо. Сердце. Деньги. Деньги. Танцует. Этикетка. Очень хорошо кажется, давайте. Voy, ko'rsatar deb o'yladim. Amakiga respekt. Xola bilan, no. Chidab berdilar oxirigacha. Da, nima oyoqqa anaqa kiyib olgandilar? Vuy! Men shu joyini ko'rmabman. Keyin ko'tardimi yoki ko'rsatib? Naverni. Rahmat okajon, sizda men lekin ancha vaqtdan beri kutmovdim, lekin siz yozishingizda men nasib etsa alhamdulillah Saturn akamizda, Tayson akamizda, sizda ko'p blogerlar yozishni istayman, sizlarning saflaringizga qo'shilishni istayman, havas qilaman. Na bir kulishni bilasan, na bir yig'lashni bu videoga. Beknazar aka. Sal jo'skiy rolik bunisidan kulibsiz. Bizdan kommentga ham kirib yozib qo'yganlar. Voy deb videosiga kiring, ko'raylik. چشم باریدم تو رو تا دیدم با هم بازی Osim Beknazar aka. Do'stim, bir gapni eshit, masalan, tentak motivatsiyadan beraman. Do'stim, eshit, yaxshi motivatsiya. Har kuni yangi imkoniyat. Katta g'alabalar kichik qadamlar bilan boshlanadi. Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Yonang Svitoydan ketdingizmi? Nomeringizni bering, hali gaplashib olamiz. Sen bilan bu joyda gaplashib olaman. Yoz nomerimni. Hali gaplashamiz. Charchab qolmadingizmi? Ya, ozgina ishlab keldim-da, o'g'lim. Voy. Stilni bildingizmi? Kimga anaqa qilishganini? Mas один в один parodiya qilingan. Alo? Ha, boboy. Onadan so'kishni ko'rsatib qo'yaman hali sizga. 1 soatda 7-bazaga tez yetib keling. Xo'p. Kim bilan gaplashdingiz? Qo'llaringiz titrab, ranglaringiz oqarib ketyapti. Ha, o'g'lim. Boya bittasini jahlni onasidan so'kib qo'ydim. Titrab. Hozir razborga chaqiryapti. Tushundim-da sizni. Ketdi. Billa boramiz. Siz o'tirib turing, men hozir.
Adamni chaqirtirgan ekansizlar? Ne chaqirtirganimizni bilmaysanmi? To'g'ri. Otam onadan so'kib noto'g'ri ish qilibdilar. Lekin otam uchun men uzr so'rab keldim. Sen meni hali ham tushunmading-a? Qochibdi. Birinchi mendan o'tib, keyin otamga o'tasiz. Ushalaring nomamini. Yelkamisan? Shoshma! Seni ham otang bordir. Sen nima bilan gaplashadigan? O'zingizni bosing. O'g'lingizga zo'r tarbiya beribsiz. Otam deyotganiga rosa havas qildim. Mendan o'tgan bo'lsa, ming bor uzr. Mendan ham o'tgan bo'lsa, men bor uzr ukam. Otang aybdorligini bilsang ham, ne unaqa ish qilding? Otani to'g'ri yoki noto'g'ri deyish farzandga emas. Men farzandlik burchimni bajardim. Sizchi siz so'rab oldi. Voy kulib yubordi o'zi ham. Biroz shunaqa oxirida shunaqa shog'az. Yaxshi, addim gana. Voy, gap parodiyani lekin nomer 1 bo'libdi. Zo'r o'xshatibdi gapi. Ko'pchilik e'tibor shunga o'ldi deb o'ylabdi bu. Shunga Bu joyini kesish kerak emas ekan. Bu joyi bo'lish kerak bu videoda. Tilini zip chiqib ketdi. Yo, televideoda qolib ketdi degan. Официант. Здравствуйте, слушаю вас. Что слушать? Смотрите. Ой, простите, здесь какая-то ошибка. Это не наш ВОЗ, так как мы все лысые. Давайте мы вам блюдо поменяем и также сделаем вам бесплатный абонемент на... Ничего не надо. Ноги моей здесь больше не будет. Tilidan shu o'zi bilan nima degan. Payzodi. Короче, soch tushib qolibdi birinchisiga. Odamlar shunaqa qiladi, ko'rsatib berishyapti. Men bo'lsa deb zo'r tushuntirdim. Agar do'stlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tushuntirish. Voy! Mesherga 24 ga 7 IX. Aloqada. Da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz LGBT va geylarga qarshi kurash tashkilotidanmiz. Hozir uyma-uy kirib tekshiryapmiz. Mabodo sizda shunaqa odamlar yo'qmi? Men bilmasam, xotinimdan so'rasam bo'lmaydimi? Mayli, so'rab ko'ring bitta. Ruslan? Noto'g'ri tushunmaymiz. Ruslan o'yin qani demoqchi bo'lgandir. To'g'ri, mana tanganing ikkita tomoni bor deganlar. Shunga bitta tomon ko'rib, Istoriyani oxirigacha ko'rmadinglar-ku. Da, nima bo'ldiki, bitta mana reportyorlar ham, masalan, bizni videolarni kesib qo'yib turgan shunaqa qiladi. Eng qiziq joyini shaq kesib berdi, keyin anaqa so'kinib o'tiraveradi odam. Da. See, help me, man. I got you. Voy, memu. Yo, paraziti. See, help me, man. I got you. Qanday? Sal o'xshama. Sal tezlik kerak ekan. Normalniy lekin. Trenirovka qilish kerak. Mijozimiz Instagram orqali ko'rib kelibdi. O'zlaridan S22 Ultra, Samsung A55 hamda Z Fold 2 telefonini olib qolib, adminga iPhone 12 Pro telefonini qilib berdik. Ustiga 500 ming so'm doplata oldi. Rozimisiz, ko'jonim? Katta 3 xonali domim bor, shunga 16 Pro Max qilib berasiz. Da. Ay oy. Zamcı. Instagram. Ha, shunga ham yoqdi. Ixa, do'tchi ko'payib ketyapti. Yetarmikan?
Nechta? 6-12. Voy, 16 da men ichim o'tib ketadi. Da. Topga ideyangizga sizni tualetda o'tiradi. Ana haqiqiy do'st. Da. Unga ham tepolmaydi. Aka, biz ham futbolga chiqsak, shunaqa o'ynaymiz deb o'ylayman nimagadir. Mana gabaritimni o'zi. Bu galish. Qaratirishni qaraysiz. O'g'irlagangilar bo'ladimi? Orqaga qochdi-yu yomon. Ben şokda. Be you. Be proud of you because. Çok açık. Haydi Ruh. Hadi. Ada rahmat da yaptım. Hay Acu rahmat. Yo! Bi parlak. Abrati. Bi. Yo! Bunu diye. Acayip var abi. Voy marraz. Ado rahmat. Itu Acu rahmat. Ado rahmat. Acu rahmat. Dada, qora yumur nima degani? Bor o'g'lim, onangdan so'ra. Lekin onam garang-ku dada. Ha, ana. Onam xafa bo'lmasmikin? Bor yugurib borib so'rab kel. Balki siz borarsiz. Tez o'rganyapsan o'g'lim. Молодец. Yomon, yomon. Idealimdagi inson shu iymonli bo'lsin, lekin yevropeyskiy bo'lsin. Otangga rahmat harommi deganday gap ekanda. Ha, 50 kilo yeganda. Otangga rahmat harom deganda gap ekanda deydi bu. Ortimda turgan 10 kishiga diqqat bilan e'tibor bering. Birinchi holatda ularning barchasi metro to'xtashi bilan ichkaridan tushayotgan odamlarni kutib o'tirmasdan metroga chiqishga harakat qildi. Va ko'rib turganingizdek, bu holatda ular 5 kishiga noqulaylik tug'dirdi. Odamlar almashishiga esa 30 soniya vaqt ketdi. Ikkinchi holatda esa ishtirokchilar ikki tomonga bir qator bo'lib, ichkaridan chiqayotganlarni tushirib yuborishdi. Ko'rib turganingizdek, bunga bor yo'g'i 17 soniya yetarli bo'ldi. Bu videoni kimga yuborishni juda ham yaxshi bilasiz. Endi mana shu joyga bering bo'pti. Esingizda tursin. Metroga to'g'risi kam chiqqanman. Masalan, turibsiz, kirishga ulgurmadingiz, yopib ketib borishi mumkinmi? O'zi определённый vaqt to'xtaydimi yoki odamiga qarab to'xtaydi? Определённый vaqt to'xtaydi. Qo'lingizni qisadigan bo'lsa, ochiladi. Yurmaydi. Hamma eshik yopilgandan keyin yuradi. Dispetcher biladi, yopilganligini keyin ketadi. Endi mashinasi, masalan, misol uchun ko'rsatdi, u aql bilan anaqa qildi, o'rgatdingiz, mana deyiz, gap yo'q lekin o'tib bitta qanaqadir bitta rasprodaja bo'lsa, ya'ni aksiya, skidka bo'lsa, katta anaqa chegirma bo'lsa, lekin bu o'rgatganingiz hech narsa yordam bermaydi-da. Odamlar shunaqa darajada miyasi mol bo'lib qoladiki, bir-birini urib, eshiklarni sindirib, bosib ham o'tib ketadi-da, anaqasini bir-birini ustidan. Mana shu yomon narsa juda ham. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head. Atela bular shunaqa video qiladi-da. Anaqa prosmotr, anaqa nitojoga yiqilib ketayotgandek. Da Молодцы. Ozu, bu bolani sevmaysan-ku. Ota-onangga o'zim tushuntiraman. Ketdik bu yerdan. Qo'y bor qo'limda. Men o'ylab ko'rdim. Xato qilgan ekanman. Erkak kishining kuchi chiroyida, bo'yida yoki mana bilagida emas,
kissasidagi pulida. Sherist akam menga qimmatbaho mashina, telefon olib berdi. Bugun esa dabdabali to'yim. Siz umringizni oxirigacha itdek ishlasangiz ham bitta mana shu telefonda olib bera olmaysiz. Bu bola kim? Bor yo'g'i tilamchi ekan, ishonmang bermadim. Ukam? Ye, mayda yo'q ekan. Baxting bor ekan. Baxt tilab qo'yarsan. Baxtli bo'linglar. Başıma bela buladı, yüreklerimi yakadı. Azaplardan doydu yürek. Oxiri chiloy palq yetishmabdi. Aman kamayib qoldi shuna videolar menimcha. Yo, Ancha kamaydi. Endi bizni to'ydik, yerikimizdan chiqmayapti. Odamim o'zi Samsungga qiziqardi, Samsung tutib yurardi. Keyin menga aytib qoldi, iPhone'ga qiziqib qoldi deb. Men aytdim, agarda iPhone tutib ko'rmagan bo'lsa, tutib ko'ringiz, lekin o'rganib ketasiz. Lekin bitta narsa bor, iPhone tutib yurgan odam hech qachon Androidga o'ta olmaydi, o'rgana olmaydi. Lekin Androiddan iPhone'ga o'tsa, o'rganib ketsa bo'ldi. Androidga umuman qarang. Real umuman qarang. Endi shu gapingiz uchun to'xtayapti, kesmaydi shu joyda. Mana eshiting. Bu xudo xolisa 4-iPhone menda. Buni faqatgina men kontent uchun ishlataman. Ammo nima? Постоянно ishlataman. 4 marta iPhone olganman. 11, 12, 13, 16. Ha, 13 dan keyin o'sha olmadim. 14 bilan, ayo, 14, 15. O'sha 6-marta iPhone olishim ekan. Faqatgina kamerasi uchun olaman bu narsani. Ishlata olmaganman. Ishlata olmayman ham, pamoyim u. Mana hozir ham mana bunda sim karta yo'q, bunda sim karta bor. Men buni ishlataman men. Chunki qulay. Android sila, короче. Puling yo'qdir desanglar, kechirasizlar. Androidda men polnoценный maza qilib ishlataman. Ana xohlasa mol qilsin. Fotir-potiri, so'kal-po'kali bo'lsa, tillo, yo'tali bo'lsa, kasali bo'lsa, desa ham mol meniki. Ha, ya, u ilingan. Harom boshqatdan oling iplosdi. Rasmon, uni boshqatdan oling iplosdi deydi. O desa ham qilasiz deb qo'yadi. Shuncha qilganimni ko'tingga tiqtang bo'ldi. Yaz mashinik, mol vijdonli ekan. Aytib qo'ydim oldinda. Aldoq sotuvchi. Rostgo'y mol. Instagramda Reels ko'rib o'tirganimda bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Eslarcha Fasutildan zakazingizni olishingiz bilan bexosdan tushirib yuborsangiz, yengisiga almashtirib berishar ekan. O'zbekistonda ham bu narsa ishlaydimi yoki yo'qmi tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Aytmoqchi, biz isrofgarchilikka qarshimiz. O'zbekistonda ham bu narsa ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Buni odamlar bilish kerak deb hisoblaymiz. Birinchi bo'lib biz KFCga kirdik va bexosdan zakazim qo'limdan tushib ketdi. Buni ko'rgan KFC xodimi zakazimni sirazi yengisiga almashtirib berdi. Keyin bo'lsa biz eng ko'p tarmoqli Oqtepa lavashga kirdik. Eng arzon setga zakaz berdim va u ham qo'limdan tushib ketdi. Zarar faqat kola bilan friga yetdi va zakazimni yengisiga almashtirib berishdi. Bizning keyingi manzilimiz Wendy's. Wendy'sda aktyorskiy mazgina pand berdi. Faqatgina kolaga zarar yetkazdim. Lekin Wendy'sdagi zakazimni almashtirib berishdi. Va yana milliy fast-foodimiz Evis'ga ham kirdik. Evis'da lekin rostdan ham zakazimni to'g'ri ushlolmay qolib, qo'limdan tushirib yubordim. Shunga qaramay, ular zakazimni yangi qilib yig'ib berishdi. Bu narsa O'zbekistonda ishlashiga ishonmasdim. Ishlagani uchun ham videoga like bosib qo'ying. Va yana qiziq videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna Respekt gapi yo'q lekin. Nimasi kerak O'zbekistonda bo'yladim. Endi bunaqa qilib yurmanglar, atalab, agar mabodo agar tushib ketsa, respekt gapi yo'q lekin. Bo'lishi mumkin-da, anaqa chalg'ib. Bizda vijdon ham bor-da, o'zi biladi, o'zi biladi. Bu shaharda mashinalar 24 ga 7 yoqib o'tiradi. O'rtoqlar, biz dunyodagi eng sovuq shahar Yakutskdamiz va bu yerda mashinalar qish faslida umuman uchmaydi. Qish fasli o'zi 5 oy, 6 oy, 7 oy ba'zida davom etadi va tasavvur qilsam 7 oy davomida mashina 24 ga 7 yoqib o'tiradi. Undan tashqari shunchaki yoqib o'tirmaydi, chunki mashina yoqib o'tirishni o'zi yetmaydi, o'shaning uchun mashinani isitishadi. Ko'ringlar, qarang. Motor ustiga maxsus yungli material qo'yishgan. Lekin bu material yonib ham ketmaydi, kuyib ham qolmaydi, lekin motorni issiq saqlab beradi. Mana bu radiator oldini ham 2 qavatli materialda yopganini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mana juda ham hayron qoldirgan narsa, hattoki old oyna lobovoy stiklo 2 qavat. 2 qavatli lobovoy stiklo. Yon taraflarida bo'lsa plastmassadan, ya'ni PET materialdan bu to'liq atrof mashina buzilib qolmaydimi? Yonib turaversa hech nima qilmaydimi? Apparat слишком kichkina bo'ladi. Ha, o'zi približительно mana shu 12 oy ichida yonib turgani bir oy haydaganda degan gap bo'ladi, примерно.
Apparat shunaqa past bo'lganiga. U просто motor muzlab qolmasligi uchun anaqasi. Men ko'rdim, Yakutskda ko'plar garaj qiladi spesialni shunaqa. Suv turadigan, o'shanda saqlaydi. Kelib, dizini oldiga qo'yib, ertalabga o'chirmagan. Ikki qavatdan oyna yoki pet material qilib chiqishadi. Nimaga mashinalarni o'chirishmaydi? Agar mashinani -40, -50 darajada o'chirilsa, motor muzlaydi. Motordagi moy muzlaydi. Keyin mashinani shu bilan yozgacha qaytib ko'rmaysiz. O'shaning uchun 24 ga 7 mashinalar doim yoqib o'tiradi. Agar mashinani elektromobillar hayotda bormas ekan navbatlarga sirazi o'lib qolar ekan. Balkim chiqar. Men ko'rdim Kanadada Tesla'da yurgandan. Kanada? Bunchalik muz joylari bor-da shunaqa. Katta minusavoy joylari bor Kanadada. İçi ko'rinmayapti. İçi ko'rinmayapti. Ha bildim. Oyna qilib qo'yibdi ag'dan. Cho'za. Bu nima anaqa o'ziga uverensni oshirish uchun mumkin bo'ladi. Nimaga bunaqa narsa qilgan? Ichkarida men tualetni ko'rman, tualetmidi? Tualetda? Asal qilib o'tiribsiz tualetda. O'tirib turgan bo'lsa ekanda. Voy. Da. 它这个这个花纹没有我的那个。他之前建议不是拍那个圆圆拍过的。稍等。 Bu model endi. Srazu g'arib pozalar yodlab olganda bularni. Yo'q, ha, boshqa kiyimni kiyib yana xuddi shunaqa tushaveradi. Rosa sotishadi bular. Ana AliExpress'larda shu opa chiqar ekanda shunaqalar. O? Qisqagina bitta. Javob berdi bo'ldi. Yop. Ne unaqa turibdi? Voh, maqta. Yomon yasab beribdi lekin. Bir yamir. Siz nima deb bo'ldi? Boshida nima tushundingiz? Bunga qaramadim. Men buni qatdan tushib qo'yganiga aniq qilmadim men. Nechi bo'pti? Voy buni. Mana bu. Yomon chizibdi davomini. Yomon chizibdi davomini lekin. Malades. Mana talant bor gapi. Malades. Bizni o'ribdi lekin. Mana. Mana bu narsani bilmadim nima bu o'zi. Ano gruzinskiy. Qozoq bo'lib tug'maganda neterim o'xshalgandan Şirini şirini Tojikiston anaqa. Qurtobada. Tojikistonni bayroqmidi? Hozirgi? Tojikiston emasmi? Zo'r lekin adashgan bo'lsa. Kechiringlar. Ayo, to'g'ri topsiz. Bo'lmasa kommentni hozir so'kib tashlashardim. Ben oshmi, choymi deb o'yladim borib. Ana bo'lmasam ye buni. Bizda palov deb turgandim debdi. Xalq qolganlar. Men ham shunaqa deb o'ylab turuvdim lekin palov deb. Mana do'stlar, mana shu yerda sekin to'xtatamiz. Eng qiziqarli joyga keldik. Suv chiqib ketibdi. Yo'q-e? Nima deb o'ylaysizlar, jigarlar? Kim ko'proq yeydi? O'xshab hisob. Yiha 22, tanka 17. Oho. Etdim jigarlar, hech qachon yutqazmayman. Yo'q.
17 ta, men 22 ta yeymanmi? Voy bu. Birinchisi ketdi. Voy, men so'lagim olib ketdim. Minus 1 tanka munosibda qoldi. 21 ta. Oo. To'kilib ketdi menga. Ustiga mana. To'kdim. Voy, mana o'nagan. Ben ne kaldım? Buz bütün aldım. Yapamam. Hocam yapma. Oşkadan iş yok gelir var diyor hocam. Aldı işte. Aldı. İşte. Joyak iyi var işte. Hoşum. Ya. İşte davleniyesi şu var. Ya. Yürek izi işlem. Hadi yesin al ye. Vay ye. 17, 16, 15, 14, 13, 12. İşte bende. 5 TL. 1, 4, 3, 2, 1. Bitti yana. Yine bitti işte. İşte var be. Bitti herhalde. Kupi sağdan noktalara. Kulağı bitip böyle. Tişlama nokta var. Ya. Lan bu şey olmadan. Bu video reaksiyonu sana mukbang bak gitti bu. İşte kop katta bola. Ekranga qarab duchga o'tiribdi o'yla. Rahmat. Hammalarga joningiz sog' bo'lsin. Ugovor. Komment, iltimos, like, iltimos. Kerak emas menmi? Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon tomosha qilganingizga. Hammaga rahmat jigarlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. So'laga vaqt ketyapti uzr. Keyingi выпускlarda ko'rishguncha xayr.